vaqti kelganida, boshiga tushganida, o'zini yeganida, yaxshilab turmush o'rtog'idan alamlar eshitganda, qaynonasidan, qaynotasidan, o'zidan qoniqmaganda, birinchi o'rinda mana ichki qoniqish hissini yo'qotib qo'yganida, ichki zavqni yo'qotib qo'yganida, mana baxtni atrofida qidirganda, mashinam yo'qda, shuning uchun baxtsizman, bitta uyimiz yo'q, shuning uchun baxtsizman. Agar shu kvartiramizdan alohida uyga chiqib ketsak, o'shanda baxtli bo'laman deb yashab yursa agar ayollar, tabiiyki bu keyingi qoldirilgan hayot bilan doimiy keyinni kutib yashaydi va bir umr o'zini aynan mana shu doimiy jabrdiyda holatida his qiladi. Chunki kimdir qilib berishi kerak yoki mana bunday, men uy bekasiman-ku, men 3 ta farzand tug'dim-ku degan nima bu? Sen o'zingni shu bilan nima demoqchisan yoki o'zingni qanday his qilyapsan degan ayollarga savol bersangiz agar, hammaligisi ham emas, lekin shunday aksariyatlari borki, o'zlarini jabrdiyda aslida his qilishadi bundan. O'zini jabr ko'ruvchi, meni uyga o'tkazib qo'ydi, men 3 ta tug'dim, o'zini geroizm, ya'ni bu qahramonlik deb hisoblashadi. 3 ta farzand, 5 ta farzand, 7 ta farzand tug'maysan.